Jarroh bo'lishni orzu qilgan, ota-onasining quloqsiz farzandi bo'lgan va qo'shiqlardan birini 16 ta xorij san'atkori ijro etgan Ulug'bek Rahmatullayev. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev asli tarixchi bo'lgan Ulug'bek Rahmatullayev nega san'atni tanlagani va mashhurlik ham bir sinov ekanligi haqida gapirdi. Bolaligimdan fazogir bo'lishni orzu qilganman. Keyin O'zbekistonda raketa uchirilmasligini eshitib, bu qarorimdan qaytganman. Hozir meni ko'pchilik og'ir bosiq inson sifatida biladi, ammo bolaligimda nihoyatda sho'x, ota-onamning eng muammoli farzandi bo'lganman. 10 yoshimda jarrohlik sohasiga qiziqib qolganman. O'lgan hayvonlarni olib kelib tajribalar o'tkazardim. O paytdagi xatti-harakatlarimni eslasam, hozir qo'rqib ketaman. Xonanda keyingi paytlarda intervyu berishni istamasligi va hamma negativ bo'lib ketgani haqida gapirgan. Ko'rsatuvlarga borishni 90% ga kamaytirib yuborganman. 95% desam ham to'g'ri bo'ladi. Sababi o'zim xohlagan darajadagi qiziqarli ko'rsatuvlarni ko'rmayapman. Menga san'atga kirib kelishingizga kim sababchi bo'lgan, birinchi qo'shig'ingiz qaysi edi degan savollarni berish xato, chunki million marta javob berilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bor. Shaxs sifatida o'ylanib qoladigan savollarni xohlayman. Shunaqa narsalarni topa olmagandan keyin uzoqlashib qoldim. Yoki televideniyadagi bir ko'rsatuvga borsangiz, boshlovchi sizni kim bilandir urushishingizga sabab bo'ladigan, qitiqlaydigan savollarni beradi. Keyin siz ham kimnidir g'iybat qilasiz, gunoh bo'ladi. Undan keyin bir oy o'zingizga kelmaysiz, nega bordim deysiz. Ko'rsatuvni efirga berma deyishga vijdoningiz yo'l qo'ymaydi. Sababi uning orqasida qancha muxlislar turibdi, qolganlar mehnat qilgan. Shunaqa holat bo'lgani uchun haqiqatan ham o'z kasbini hurmat qiladigan insonlar bilan suhbat qilishga yuguraman. Tongi dasturlar bor, yaxshilikni ravo ko'radigan. PR degan narsa shunaqa tushuncha bo'lib qoldiki, uni ko'rishlari uchun insonlar hamma ishni qiladigan bo'lib qoldi, deydi xonanda. Xonanda san'atdan ketish haqida o'ylaganini ham yashirmaydi. Menda shunday davr bo'ldi, san'atdan ham ketgim keldi, chunki sohamizdagi bir ikkita insonlar yoshi kattalar ham bor. Faqat yoshlar deya olmayman, otini aytmayman. Shaxsiyatga tekkizib gapiradigan odam emasman. Shu sohaga dog' tushiraverganidan hurmatim pasayib qolgan holatlar bo'ldi. Men uyaldim, chunki men ham shu sohaning bir bo'lagiman degan fikr bo'ldi. San'atdan ketsam ekan deb o'yladim. Menda hech qachon bunaqa holat bo'lmagandi, biroq yaxshi fikrlaydigan muxlislar borligi, ularni qo'llab-quvvatlashi natijasida ishimni yaxshi ko'rganim uchun o'zimni ushlab qoldim. Yo bu holatdan o'tdik yoki o'rganib qoldik. Xonandaning 4 farzandi bor, ammo xonanda kelajakda ularning san'atkor bo'lishini istamasligini aytdi. Mashhur bo'lish maza-ya, sizni hamma taniydi deyshadi. Aslida mashhurlik rohat emas, sinov bo'ladi. Bu gapim bilan nolimoqchi emasman, ammo hammaning nazarida bo'lish ham oson emas. Bu insonga katta mas'uliyat yuklaydi. Bu yil ijodga kirib kelganimga 22 yil bo'libdi. O'ylab qarasam, 20 yil umrim faqat yugur va yo'lda o'tibdi. Alam qiladigan oilam uchun yetarlicha vaqt ajrata olmadim. Shuning uchun hech bir farzandimning san'atkor bo'lishini istamayman. Yaxshisi boshqa sohani tanlasin va o'z kasbining ustasi bo'lsin, deydi xonanda Ulug'bek Rahmatullayev. Ilgari son, hozir sifat uchun ishlayman. Xonanda hech qanday manfaatsiz unga yordam bergan insonlardan minnatdorligi va ijodni boshlagan kezlari haqida yaxshi eslaydi. Oybek Aliyev degan jurnalistni ko'pchilik taniydi. Mana shu inson menga hech qanday manfaatsiz odamlarga yordam berishni o'rgatgan inson bo'ladi. Yaratgan meni shunday insonlar bilan uchrashtirgandan hamisha minnatdorman. Avvalgi ijodimdan uyaladigan paytlarim ko'p bo'ladi, chunki u paytlarda sifat uchun emas, songa ishlaganman. Faqat san'atda emas, boshqa sohalarda ham shunday bo'lsa kerak. 40 yoshdan keyin odam ko'p narsalar haqida o'ylab qolar ekan. Balki bu tajriba, balki saviyaning o'sishi bilan bog'liqdir, deydi xonanda. Xonanda 2010-yili Iroda ismli qiz bilan oila qurgan. Har doim ham shaxsiy hayotini oshkor etishni istamaydigan xonanda ayoli bilan qanday tanishgani va uning qaysi fazilatlarini hurmat qilish haqida gapirdi. Ayolim bilan katta opam tanishtirgan. Yoshimizdagi farq 11 yil bo'lgani uchun u menga xuddi yosh boladek tuyulgan. Juda kichkina-yu bo'lmaydi deganman. Ammo axloqining go'zalligi o'ziga maftun etgan. O'shanda onam ayol kishi tez ulg'ayadi, bitta farzandli bo'lsa ko'rasan degandi. Haqiqatdan ham xuddi shunday bo'ldi. Ayolim nihoyatda rashkchi, bu menga yoqadi, ammo rashkning ham chegarasi borligini biladi. Shu bois 14 yildan buyon birgamiz, deydi xonanda Ulug'bek Rahmatullayev. Ulug'bek Rahmatullayevning Qirmizi olma qo'shig'i rus va dog'istonlik tinglovchilar orasida ham mashhurlikka erishgan. Yablika Lyubvi qo'shig'ini nafaqat yoshi katta xonandalar, balki bolalar ham ijro etgan.
Bu qo'shiq haqida qaysi davlatdan o'g'irlagansiz degan savolni ko'p berishadi. Aslida bu qo'shiqni 2017-yil YouTube tarmog'iga joylaganmiz. Uning ilk ijrochisi o'zimman. Mendan keyin bu qo'shiqni 15-16 ta ijrochi aytdi. Ularning orasida professional ijodkorlar ham bor. Qo'shig'imni ijro etganlik uchun ulardan haq olmaganman, biroq iltimos qilishsa bo'ldi. Hech qachon mening qo'shig'imni aytma deb qarshilik bildirmayman, aksincha xursand bo'laman. Qirmizi olmani mendan o'g'irlashgan, deydi xonanda Ulug'bek Rahmatullayev. Maktabda she'r va qo'shiq aytishni yaxshi ko'rardim, ammo san'atkor bo'laman degan qat'iy qaror bo'lmagan. Shuning uchun ham san'at institutida emas, Toshkent davlat sharqshunoslik institutida o'qishni istagandirman, deydi xonanda Ulug'bek Rahmatullayev. Xonanda bolaligidagi unutilmas voqea va sho'xliklari bilan bog'liq xotiralarni esladi. Oddiy o'zbekona oilada dunyoga kelganman. Bizda milliy qadriyatlarga to'liq rioya qilinadi. Bolaligimda isrof nima ekanligini o'rgatishgan. Har doim ovqatlanib bo'lgandan keyin likopchani tozalab qo'ysam, barakalla degan so'zni eshitardim. Bog'chada ham shunday qilganimda bog'cha opamiz kuzatib o'tirgan ekan. Yonimga kelib, nima balo, itmasan, nega likopchani bunchalik tozalayapsan degani ko'nglimga juda og'ir botgan. Bog'cha davra deganda mana shu voqea takror yodimga tushadi. Bolaligimda sho'x va to'polonchi bola edim. Qo'shnimizning katta tut daraxti bo'lardi. Maktabdan qaytayotganda hamma bolalar oyoq kiyimlarini yechib tutga chiqardi. To'yib tut yeb, keyin uylariga ketardi. Bolaligimga borib qizg'anchiqlik qilardim va tut yemasin deb oyoq kiyimlarini ariqqa oqizib yuborardim. Shundan keyin to'polon boshlanardi. Dadam savdo bilan shug'ullanardi va do'konlari bor edi. Janjal qilib kelishgandan keyin dadam do'kondan yangi poyabzal olib berardi. Bolalar eski poyabzal o'rniga yangisini olganini ko'rib, rosa jahlim chiqardi, deydi xonanda Ulug'bek Rahmatullayev.